zo'r narxda ipotekaga ham to'g'ri keladigan Turkiston metrosiga 5 daqiqalik yo'l oralig'ida remontlari a'lo holatda bo'lgan tayyor mebel texnikasiga ega 85.300 AQSh dollariga faizli 3 xonali xonadonimiz sotuvga chiqdi. Bugungi kelgan manzilimiz Yunusobod tumani 15-mavzeda joylashgan bo'lib, 3 xona, 4-qavat 5 qavatli dom. Umumiy maydonimiz esa 72 kvadrat metr tashkil qiladi. Unda uyimizni to'liq obzorini birgalikda ko'rib chiqamiz. Mebel texnikalari bilan birga kirib yashash uchun tayyor faizli xonadon xohlaganmidingiz? Bu videoni siz aniq ko'rishingiz shart. Mo'ljalimiz esa arbat. Balkonimiz 2 ga 6 metrni tashkil qiladi. Uyimizning remontlari a'lo holatda. Siz ushbu xonadonimizni ipoteka xizmatiga ham xarid qilishingiz mumkin. Lokatsiyamiz juda qulay joyda joylashgan bo'lib, yo'nalishli avtobus, ko'ngilochar maskanlarga juda ham yaqin. Undan tashqari metroga ham 5 daqiqalik yo'l oralig'ida joylashgan. Uyimizni bahosiga keladigan bo'lsak, 85.300 AQSh dollarini tashkil qiladi. Baraka uylar sizga eng yaxshisini ulashadi.